Bu yerda reklamalar bo'lishi mumkin. Web kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Nimadadir unutdinglar. Videoni ulashishni unutmanglar. Hammaga salom. Anilayev.uz taqdim etadi. Eng zaif yirtqich hayvon 4-qism. Rahmat sifatida man senga eng muhim narsani beraman. Muhimmi? Shoshmanglar. Bu haqiqatan ham yashirin topshiriqmi? Haqiqatan ham ahmoqli omadli bo'lishi rost ekan. Mana Bu axir afsonaviy cheksiz kartami? bu mani tashrif qog'ozim. Mani ismim qo'yib do'konim ochganman. Aytgancha mani do'konim juda ham mashhur. Hazillashyaptimi? Mani soqchilarda ham tanishlarim bor, agar yordam kerak bo'lsa aytavringlar. Sizga rahmat qo'yib opajon. Ba'zilarni hafsalasi pir bo'lganga o'xshaydimi? Qanday sovg'aligi muhim emas, muhimi sovg'ani bergan odam. Va bu senga rahmatim. Yana bitta tashrif qog'ozimi? Men seni Ruhlar akademiyasi imtihoniga o'tayotganingni ko'rdim. Bu barcha savollarning javobi bu qimmatligini bilasan-a? Lekin hech kimga aytmagan. Qo'y bir daqiqa ko'raychi. Shunchaki ishonib bo'lmaydi. Rahmat sizga yo'qoy. Arzimaydi, bundan tashqari sana menga axir yordam berding-ku. Bu ular yashirin qidiruv mukofoti deyishar ekan. Bu javoblar bilan biz deyarli yengilmas bo'la olamiz. Ano yashirin kvestlar haqida gapirganda, sen axir skeletdan shahzoda bo'lding-ku, to'g'rimi? Hazillashyapsizmi? Men sizni himoya qilaman deb qasam ichdim axir. Bu yetarli emasmi? Mana doimo himoya qilasanmi? Har doimmi? Men haqiqiy dunyoga qaytishim kerak. Sen shafqatlisan. Pufakcha, senga yetadigan gapim bor. Nima? Aslida Manta Ota motor va keyin birdaniga lekin baxtimga sen bilan tanishdim va U nima menga talaffuzsiz gapiryaptimi? Nahotki u meni so'kayotgan bo'lsa, hay nima haqida gapiryapsan? Uyatsiz, yo'qol. shoshma, nimanidir noto'g'ri tushundingmi? Men faqat qayerdanligimni aytdim-ku. Jim bo'l. Nima so'kkaningni tushunmadi deb o'yladingmi? Nima? Men so'kdim. Seni g'alati tovushlaring tufayli men shu xulosaga keldim. Aslida men begunoh qizlarning o'chisiman. Bir payt men ayol o'yinchiga hujum qilishni rejalashtirgandim va birdaniga shunday bo'lib qoldi. Ko'krak qafasidagi tuklarim bilan. Ammo baxtimga sen bilan tanishganimdan so'ng, endi men esa o'sha rejalashtirganimni qila olaman. Voy, siz o'zi nima haqida gapiryapsiz? Bu haqida qanday qilib o'ylagan ekan o'zi? Tezam o'tmishim haqida gapirishim bilan o'sha zahoti so'zlarimni bloklayaptimi? Jin ursin ushbu o'yin va o'sha la'nati ishlab chiqaruvchilar. Real hayotimga qaytishim uchun Sen bunday ekanligini hatto tasavvur ham qilmagandim. Qanday buziqim, men sen bilan shartnomani bekor qilaman. buzasizmi?
Lekin nega xonim? Bu siz o'ylaganingizda emas axir. Men sizni maqtadim, lekin faqat yirtqich hayvonlar tilida faqat. Aqlli, mehribon va chiroyli shirin xo'jayin, meni tashlab ketmang. Rostdanmi? Juda ham to'g'ri, qasam ichaman. Yaxshi, menga qasam ichgan ekansan, senga ishondim. Lekin endi meni aldamagin. Yaxshi, meni endi rostgo'y yirtqich hayvon bo'laman. Moviy osmon ekansiz, men doimo siz bilan birga bo'laman. Va men real hayotimga qaytganimda Men seni tilayim bloklab qo'ydimmi? Pochta pufakcha uchun xat keldi. Mana. Akademik imtihondan o'tish muvaffaqiyatli yakunlandi. Qo'shib pufakcha o'yinchimiz 8-o'rinni egalladi. Bir haftadan so'ng birinchi imtihon boshlanadi. Birinchi imtihonga kech qolmang. Biz 8-o'rinda ekanmiz, nima? Ya'ni, bu degani axir birinchi bo'lish oson bo'lmaydi. men siz bilan qo'rqishga hojat yo'q. Endi mashq qilish vaqti keldi. Ular o'yin chatida yozishganda ekan, qaragan. Hatto kilogramm qurishibdi. Tezroq bu yerdan qochishimiz kerak. Bu yerdan ketdi tezroq. Qo'rqmang. Bular deyarli meniki. Mana atigi 3 kun yo'q bo'ldim-ku, lekin bularni qaranglar-ya. Xo'y, nega bunchalik qo'polsizlar? Xo'y, meni tanimadinglarmi? Qani ketdi. To'g'ri, axir endi men vampirman-ku. Shaklimni o'zgartirishim kerak. Buni ham qila olasanmi? Xamsa emas, xo'jayining keldi. Boz. Men bu yerdaman. Boz, yangilash qanday? Men hozir vampirman. Albatta o'yin yaxshisidir. Lekin bu yerda o'zi nimalar bo'ldi? Ha, boz. Anoroqqa shunday bo'ldi. Boz, siz buyurganingizdek bo'ldi. Bir tashkilot askarlari birlashdi. Endi biz 30-darajali o'yinchilar hujumidan ham qo'rqmaymiz. Shunday qilib 3 kungina yo'q bo'lganimdan keyin goblinlarni o'zlaringga qo'shib olib, yer osti tunnelini birgalikda qazdilaringmi? Va nafaqat tunnel, biz siz uchun eksklyuziv taxt tayyorladik. Bas, marhamat. Marhamat, boz. Yaxshi bajaribsizlar. Ammo orqada nimadir bo'tyapti. Ularning darajasi qanchalik balandlashibdi? Ular qanchalik aqlli va samarali bo'lishibdi? Choy istaysizmi? Rahmat. Sizlar rostdan ham yirtqich hayvonmisizlar? Juda ham qoyil qoldim, juda ko'p quribsizlar. Hammasi bo'sh tufayli. Yaxshi, minus va plus taraflarni ham olganman. Endi tanishishimga ruxsat ber. Bu endi meni xo'jayinim. Pochta pufakcha. Salom. Xush kelibsiz, pufakcha. Yo, bunday qilmang. Sizlarning vazifanglar uni bir haftaning ichida 39-darajagacha ko'tarishinglardir. Shundagina yuqori darajaga ko'tarila olaman. Muammosiz. Aytgancha, darajalarni ko'targandan keyin yangi uy hayvoni olish mumkin. O'shanga unga yaxshi uy hayvonni ko'rsatinglar. Rostdanmi? Men har doim va'dalarimni bajaraman. Men yangi ko'nikmalarimni sinab ko'rmoqchiman. O'shanga xayr. Bu yerda boss. Olingan ko'nikmalarim. Vampirlarni tabiiy tezligi. Endi yangilanish uchun pufakchani gali keldi. Bajarildi. Agarda o'zim olamimga qaytib boradigan bo'lsam. Rostdan ham 5 kun bo'libdi. Meni ishda qidirishayotgandir. Va ota-onam tashvishlanayotgan bo'lishi ham mumkin. Qanday oramjon. Mana fikringizga qo'shilaman.
Vey Dong boshqa bo'limga hoziroq yuboriladi. U kelguniga qadar ishini boshqaga topshiringlar. Yaxshi. Bir necha kun o'tdi, lekin Dondondan xabarim yo'q. Semizvoy, sen o'zi bilmaysanmi? Bu judayam ovora, siz uni chalg'itmasligingiz kerak. Pufukchi, biz yirtqich hayvonlarning yashaydigan joyiga keldik. Erkak shilliqi yoki urg'ochisini tutmoqchimisiz? Biz sizga yordam beramiz. Men judayam ikkilanmayman. Voy, buni shirinligini men uni xohlayman. Juda ajoyib tanlov, endi men sizga olib beraman. Pufukchi, ehtiyot bo'ling. Ay, nega uni o'ldirding? U judayam yoqimtoy edi-yu. Kuchli bo'lish judayam qiyin-da. Yana san ahmoqmi? Nega meni pushti shillig'imni o'ldirding? Nima? Yana umi? Og'ay, opacha, anu sevimli uy hayvoningiz qayerda? U mashg'ulotda. Va uni ustiga hech qachon Dondon yoqimtoy bo'lmagan. Yoqimtoy emas. Bu yo'da emasmi? U sana tashlab ketdi, men senga aytganim deb bo'pti-da. Shundoq qilib yo'ga yangi uy hayvoni uchun keldingmi? Bu maraz fohishaxon nima haqoratlayapti? Ulardan yuztasini ham chaqirursan. Sanicha past darajali skeletdan qo'rqamanmi? 20-daraja? Bo'sh so'zlariga ko'ra, o'yinchilarga qarshi birinchi qadam bu ularni chotiga tepish. Ikkinchisi qo'li ko'ziga tiqish. Mana ko'zlarim. Uchinchisi tomog'iga urish. Dondon ularga o'zi nimani o'rgatdi? Gapimni qaytarib olaman, yuzta emas. Bo'sh qaytib keladi va bizani albatta maqtaydilar. Biz uni qayerdaligini ham bilmaymiz ayo. U bizga yordam berishga kelmadi va xabarlarimizga javob bermadi. Ular judayam bandlar, nega ularni maydalar bilan bezovta qilamiz, ha? O'zi bilaman, pufukchi. Keling, ko'proq shilliqlarni ko'rishga boramiz. Yaxshi, men endi juda charchadim. O'yinni tark etish vaqti keldi. Papa! Xayrli tong. Xo'sh, o'yin endi qanday ketyapti? Albatta juda oson, lekin pastda juda qiyin ham bo'lib ketdi. Qiyin? O'yinchilardan bittasi tegajog'lik qildimi? Emas. Men g'alati bir yirtqich hayvonni uchratdim. Uni o'zi mening hayvonim bo'lishini xohladi. Menga bir nechta shirinliklar olib berdi va uni do'stlari juda ko'p ekan. Voy, men buni xohlayapman-da. Kelishganmi? To'g'risi, shunaqaroq. Lekin gap unda emas. Unda gap nimada? Necha kundan beri menga SMS yozmadi. U darajasini ko'tarishga borgani va mashg'ulotlarga o'tganini aytdi, lekin unday bo'lsa o'zingga qo'ng'iroq qil. Xohlamayman. Bu sharmandalik. Sen uni sevib qoldingmi? Yo'q, hech qachon bunaqa bo'lmaydi, unaqa emas. Mayli, men hozir o'ynashga ketdim, bo'pti. Meni ishondirding-da. Yaramaz o'zi nimalar haqida o'ylayapti. Do'do shunchaki oddiygina o'yinni personaji-ku. Agar haqiqiy bo'lganda balki Nima o'yladingiz? Hech narsa. Rostdanmi? Nega bunchalik qizarib ketdingiz? Sizda yuqori harorat bormi? Sani ish emas. Ha, mayli. Agar o'zingiz yomon his qilayotgan bo'lsangiz, unaqa uxlay qoling. Sezilyaptimi? Siz qanaqadir g'amginsiz? Men haqiqiy endi o'ylab uxlay olmadim. Xavotirlanmang, har doim yoningizda bo'laman. Bir necha kundan beri kelmading, qayerda eding? Xabarlarimga ham javob yozmading. Nima? Menga xabar yozuvdingizmi? Sen nima? Kechirasiz, xonam. Bu men oxirgi xatoyim. Meni kechirasiz, to'g'rimi? Agarda men sizni darajangizni ko'tarish uchun materiallar to'plab keldim. Va shunga qaramay, ovqat olib keldim. Rostdanmi? Albatta, bu juda ham shirin. Bu deyarli bu olamdagi eng mazalisi.
Men buni olish uchun juda ko'p vaqtimni sarfladim. Demak, shuncha vaqtdan beri men uchun harakat qildingmi? Mayli, men seni bir marta kechiraman, lekin keyingi safar umuman yo'q bo'lib qolma. Yo'q, albatta yo'qolmayman. Yaxshi, kek go'shti pishiramiz. Mazaliligini xomicha yevaraman. Ovqat yeyishni qachon to'xtatar ekansan? Nima deding? Bu men uchun katta baxt, siz uchun o'zim ovqat tayyorlab beraman. Sinfni ko'tarish vaqti keldi. Tayyormisiz? Sizga kerakli barcha resurslar tayyor. Okey, men tayyorman. Ketdik. Keling, buyuk osmonni zab etamiz. Bosh, qarang, men sizga nimani olib keldim? Men buni qattiqdir ko'rgandayman. Va bu kim? Ancha oldin u bizani o'ldirgan edi. U nima deyapti? U shunday dediki, men o'sha dahshatli qotilman va uni olganda o'zim bekitganingizga qanday javob beraman deyapti. Bu siz zo'r tarjimonsiz-da. Hayil maqom, uni bundan olasini qanday qilib tushunasan? Buni nimasi qiyin? Men uni bir marta shaxtada o'ldirgan edim, Agar uni qo'yib yuborsak, boshqa o'yinchilarni bu yo'lga olib keladi. Xomsa emas. Bu u bilan nima qilamiz? U bizning lagerimizni juda yaxshi ko'rib qoldi. Endi esa uni mehmon sifatida qabul qilamiz. Tushundim. Tufakcha va men akademiyaga ketyapmiz. Omad, yo'lda o'yinchilarni yechintiring-a. Buziqa. Hammasini to'g'ri etiga. Agar sizlarga yana bir yangi so'z o'rgatsam, menga la'nat bo'la qolsin. Vau, qancha odamlar bor ekan-a? Akademiya har yili talabalarni qabul qiladi. Bu yerga juda ko'p o'yinchilar keladi va bu yil imtihon ham hikoya topshirig'i bilan bog'langan. 8-o'rinda faqat 10-daraja va korrupsiyachilar. 10-darajasida korrupsiyani boshlagan-a? Ular meni 39-darajaligim bilishmaydi-ya. Oddiy o'yinchilar bunaqa tez daraja ko'tara olmaydi. Ammo raqiblarimiz endi bizani past baholashadi. Ura! Va biz ularni hayratda qoldiramiz, Hammaga salom. Ovoz berdi Enzian, tarjimon va taymingda o'zim. Keyinroq, keyingi qismda ko'rishguncha, xayr.在分裂，留着南梦境外风暴就要浮现，追逐。